Tünügün bir dostumuz so'rabdi, latiyani oildim qig'il bulamdi deb. Albatta qig'il bo'ladi do'stlar. Oilda qilganda ham ishonchlik ham pokiz xotirjam iste'mol qila olamiz. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz juqum o'rganalaysiz, ham tugunish boshlaydi ketdi. Avval qachimizga bir qacha mifan, bir qacha un ishlatimiz ishlatganim bo'lsa, Al-Nuriyning 5 dan xali sililiq oiluni. Bir qo'sh quvaqlaza, yarim qo'sh sira va ravris xurazon tuxumidan bir tal chiqib, keyindan nihoyat az miqdorda tuz serayotgandan keyin yana muvofiq miqdorda suv qo'yib xamir yo'g'irishni boshlaymiz. Xamirni yo'g'irib, men mushalat kelganda anbilmizning ustiga az miqdorda un chechib etib, xamirni suratdagidek men mushalatda no'g'ich bilan nihoyat hipiz qilib yeyib olamiz. Keyindan xamirimizni bo'lakka bo'lib kesib, ondan suratdagidek men shunday nihoyat yengil besib izini chiqarib olib, kengligini 2 barmoq cho'ng'ida kesimiz, shakli bo'lsa, men mushalat bo'lsa nihoyat o'lchamli chiqadi. Aralab ko'rib misha ketsa, urib tuqqanlar qo'llash usulini yurakdan birini bagash ko'rsanlar rahmat. Ondan qasqonning ostini bir mayli etib, men shunday chiroyli tizib, qasqonga silib taxminan 10 minut atrofida pishirasaqlar bu pishib chiqadi. Biz bu vaqtda dori-darmonlarni tanishib olaylik. Yarim qo'sh zira va ardabag'ning purqi ala yaxshi chiqadigan kebab testi qo'shsin bir qo'shiq. Mush kebab testi qo'shsin cho'qim salmada do'stlar, mush bo'lmaganda ko'zlagan tam yetkilib olmaydi. Yarim qo'sh kebab uchun 2 qo'sh uvoqlazda yarim qo'sh shika va bir qo'shiq kunji silib, orqadan buni mayda bir qoriymiz. Qozonga Al-Nuriyning bulg'armidan xoli va ichli o'lcham ishlangan tunjiziqin 1-darajalik zarangiz mayda muvofiq miqdorda qo'yib, o'tni eng tuvan ichib, bayam tayyor qilgan dori-darmonlarni silib, birdam aralashtirib, mizlik puroq chiqqandan keyin Baya qasqani pishirib olgan cho'plarni silib, osti ustini ravris to'liq aralashtiribla, taqsiga qilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy, oila cho'qim bir qilib beqinglar. Ammo oxirida yuraklarni besib, izchil meni qo'llab kelayotgan tuqqanlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Teninglar salomat, ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.